Skidga tushgan $185 mo'sh pelsosimizni yana sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Hozirgi bir-bir komplektini tushuntirib beramiz. Turgan yildagi birinchi nasatkasi bu gilamli uchun bo'ladi. Bemalol ochib, nasatkani olib yuvib ishlatirsanglar bo'ladi. Bilsanglar, ko'p mo'sh pelsoslarda bu nasatkasi olinmaydi va yana отдельно ko'rib turganligi tarkib va pulli uchun ham nasatkasi chiqadi. Ko'rib turganligi отдельно bo'ladi. Mo'sh pelsosimizni komplekt bilan ko'rib turgan yildagi mana shunaqa shotkasi ham chiqadi, mebellar uchun. Bemalol mebellarni ham yuvaverasizlar. Hozir sizga mo'sh pelsosimizni ishlatib ko'rsatib beramiz. Ko'rib turgan yildagi gilamni dabdil qilganmiz. Kechib kiyim bo'lagan, kechupni to'kib, hozir pelsosimiz yordamida gilamni top-toza qilib qo'yamiz. Ko'rib turgan yildagi ketchi qiyin bo'lgan dog'ni ham mo'sh pelsosimizni ketkizib beradi. Eski dog'larni ham bemalol ketkizadi. Ko'rib turgandagi kichkina joydan shuncha kirsuv chiqdi. Ko'rib turgandagi kimga mana shunaqa sifatli mo'sh pelsosni kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dastlabkimizda O'zbekiston bo'ylab tekin.